muhabbat Shammayeva aytgan edim, men sizdan davo topdim, jonajon shifokorlar degan bir qo'shiq bor edi. Dar haqiqat mana qarang, bugun mana shu klinikani ochgan professor domla bir ajoyib ishni qilib, elimizga, yurtimizga shuncha yaxshilikni, odamlarni ko'zlarida shifo berib, dunyoni lazzatini, chiroyini ko'rish uchun qancha mehnat qilgan bu inson. Eshitishimcha, domla dunyoning eng zo'r akademiki rossiyalik Fyodorovni shogirdlar deb eshitganman bu insonni. Bu mana shu insonlarga berayotgan mehr oqibat, ko'zlariga nur beryapti. Dar haqiqat bu bir dunyo degan so'z bu. Bu ishni har kimda ham qo'lidan kelmaydi. Rahmat shu insonga. Mana men nechta bu do'stlarimni olib keldim shu yerga. Shular davo topib, ko'plari mendan minnatdor bo'lyapti. Men lekin aytishim kerakki, mana shu insondan, domladan minnatdor bo'lish kerak. Rahmat shu insonga. Ilohim shu inson uzoq umr ko'rsinlar. Elimizni, yurtimizni baxtiga hamisha sog' salomat yursinlar.